Qani bo'shashmang. Qani bo'shashmang, dada. Bo'la qoling, qani. Yaxshi. Yaxshi. Qani pastdan bo'shashmang, uring. Davay. Qani. Soling. Qani. Bo'shashmang, davay. Dada. Bo'ldi. Dada, ko'zingizni oching. Bo'ldi. Dada, turing o'rningizdan. Bo'ldi, Botir, o'zingni bos. Turing, dada. Bo'ldi. Dada. Bo'ldi, o'zingni bos. Dadajon. O'g'lim. Bu yerda nima qilyapsan? O'zingni bos. Uzr uka. Men juda ham afsusdaman. Uzr so'ramoqchisan? Men seni o'ldiraman, tushundingmi? Unday qilma, kerak emas. Uzuringni pishirib yegin. Men dadamsiz qanday yashayman? Men buni xohlamagandim. Keting bu yerdan. Bo'ldi, o'rta, yana gaplashamiz. Xo'p, mayli, sog' bo'l. Yana qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'p. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Uzr. Assalomu alaykum. Qayerda yuribsan? Senga gapiryapman. Kechasi bilan muncha qoqmay chiqdim. Qayerda yuribsan deyapman. Sen bola kimga o'xshading-a? Xohlagan vaqtingda kelasan, xohlagan vaqtingda ketasan. Xuddi ijarachiga o'xshaysan. Hatto ijarachi ham yashash uchun pul to'laydi. Uyda onam nima qilyapti? Nima yeyapti? Nima ichyapti? Qiziqmaysan ham. Eshityapsanmi meni? Mana, bu bir narsa olarsiz. Qayerga ketyapsan? Sendan so'radim. Ishim bor.
Xo'sh, qayerda ishlayapsan? Toza havoda direktorlik qilyapman. Menga to'g'ri javob ber, bola. Bu pul qayerdan keldi? Nima farqi bor, oyi? Topib kelyapman-ku. Dastavkada ishlayapman. Yuk tushiryapman. Bo'ldimi? Sen hayotingda bu ishni qilmaysan. Bu nima? Balkim boshqa narsa ham chekayotgandirsan, ha? U meniki emas. Kimiki bo'lmasam. Sen bola adoyi tamom qilding meni. Yoshing 20 ga kirdi. O'qishni ham tashlading. Tayinli bir ishing ham yo'q. Uylan desam uylanmasang. Mana bu tranduliyatingni minib, qayoqlarda yurasan? Xudo biladi. Mana ularni ko'ryapsanmi? Nimaga buncha jarima? Kim to'laydi bularni? Oy, baqirmang. Hammasini o'zim to'layman. Men ishga borishim kerak. O'zi seni hayotingda yashashdan maqsading bormi? Nimaga meni buncha xo'rlamasang? Mendan boshqa kiming bor? Agar biror aybim bo'lsa, ayt. Nega indamaysan? Sizda hech qanaqa aybingiz yo'q. Iltimos meni tinch qo'ying. Ketma. To'xta dedim senga. O'tiribsanmi? Tinchlikmi? Dorilaring. Yana oying bilan urushdingmi? Sigareting bormi? Ko'chadan kelyapsan, olmadingmi? Esimdan chiqibdi. Bu nima? Buni aytyapsanmi? Jarimada. Men telefonlarni aytyapman. Bugungi o'lja. Botir, oxir qamalib ketasan, jo'ra. Xo'sh, nima qilishim kerak? Bizga pul kerak. Xavotirman, hammasi joyida. Yana ozgina harakat qilsam, qilamiz shu operatsiyani. Ha? Botir. Bo'ldi, qil. Qara ahvolingni. Cho'pda yozib ketgansan. Nima, seni o'lishini kuzatib turishim kerakmi? Seni qutqarish uchun hamma narsaga tayyorman. Kerak bo'lsa bankni ham o'maraman. Tushunyapsanmi gapimni? Lekin biron kun qo'lga tushib qolsang nima bo'ladi? Oyingni o'ylayapsanmi? Shu savolimga javob ber. Bizga hech kim yordam bermaydi. Menga ham bu ishlar yoqadi deb o'ylayapsanmi? Yoqmayapti. Lekin sen uchun hamma narsaga tayyorman. Oyingni ham o'ylayapsanmi? O'ylayapman.
Shef, xato qildim. Hammasini to'g'rilayman. Iltimos. Shu safar kechiring. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, shef. Yana bir marta imkon bering. O'chir ovozingni it. Seni deb qancha mol yo'qotganimni bilasanmi? Ha, bilaman. To'g'rilayman hammasini. Iltimos, qo'yib yuboring. Kechiring, shef. Hammasini to'g'rilayman. Qanaqa qilib to'g'rilaysan? Shuncha dorini qayerdan topib bermoqchisan? Topaman. Iltimos, meni o'ldirmang. Xatoyimni to'g'rilayman. Bor qarachi kim ekan? Hozir. Men senga aytgandim shu ish qilma deb. Nima bo'ldi? Qo'lga tushdingmi? Hozir. Botir, nima qilib qo'yding? Shoshmay tur. Qani tur, ustingdagi kiyimlaringni yechib tur. Ular kelsa men gaplashaman, hammasini men qildim deb aytaman. Tur. Jinnimisan, nega qo'rqasan? Jim bo'lgin. Botir, baribir men o'lib ketaman. Sen esa oyingga kelasan. Bo'ldi, qilgin. Hech kim qamalmaydi. Eshityapsan, hech kim qamalmaydi. Hech kim orqamdan kelayotgani yo'q. Ha, unda nega? O'zi Yilmaz, hozir hammasini aytib beraman. Xullas, men bitta voqeaga guvoh bo'lib qoldim. Endi hech qanday o'g'irlik qilmayman. Pul o'z oyog'i bilan qo'limizga keladi. Qanaqasiga? Mana bunda dahshat narsa bor. Axir bu qotillik-ku. Ha, qotillik. Mana shu qotillik bizga ancha pul olib keladi, tushunyapsanmi? Sen esingni yepsan, ular bizni o'ldiradi. To'g'ri, qo'lga tushsak o'ldiradi, lekin biz qo'lga tushmaymiz. Menda reja bor. Ular bilan qanday aloqaga chiqmoqchisan? Qanday topasan ularni? Ana bu yonidagi barzangini ko'ryapsanmi? Men uni mashinasini tungi klub oldida ko'p ko'rganman. Uzr aka. Nima qilyapsan? Ko'zingga qaramaysanmi? Xo'sh, senga reja ma'qulmi? Bahanadan u telefonlardan ham qutulamiz. Xo'sh, Bilmadimmi, lekin bu juda qattiq ish. xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Anaqa bir paytlar senga sim karta olib bergandim, esingdami? Ha, O'shalar qayerda? Turibdimi? ha, turibdi.
Telefon injirinlayapti. Olsang-chi. Tushunmadim. Bu kimning telefoni? Ko'tarchi. Alo. Hayron qoldingizmi? Telefonni men solib qo'ydim. Xullas, gapimni diqqat bilan eshiting. Kecha tunda kimni o'ldirganingizni bilaman. Menda videosi bor. Agar video militsiyani qo'liga tushmasin desangiz, men yuborgan manzilga $10,000 pul olib kelasiz. Sizga bir kun vaqt. Xullas, menga aloqaga chiqishga urinmang. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Alo. Alo. Tinchlikmi? Kim ekan? Ne, rangi oqarib ketdi. Kechagi ishimizni kimdir videoga olibdi. Nima? Ablah. Agar pul olib bormasak, videoni militsiyaga topshiraman deyapti. Ha, qo'lga tushdilaringmi? Izzatov Sadar 1986-yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida tug'ilgan. Oilasi bilan ajrashgan. Muqaddam 2 marta o'g'rilik, bezorilik, mol-mulkni talon-taroj qilishda va narkotik moddalar oldi-sotisi bilan shug'ullangani uchun qamalgan. 2 yil avval qamoqdan chiqqan. Juda ham yaxshi tanirkansiz. Ha, juda ham yaxshi taniyman. Siz bu bo'limga o'tishingizdan avval sherigim ikkovimizni ancha tinkamizni quritgan. O'ldirilishiga qaraganda juda ham jiddiy ishga aralashib qolganga o'xshaydi. Kim qilgan bo'lsa ham ishimizni ancha yengillashtiribdi. Ha. Uzr. Ishimiz endi boshlandi, Murodov. Nimadir topdingizmi? Ha, topdim. Mana. Yaxshi. Laboratoriyaga jo'nating. Xo'p. Alo, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Yaxshilab kuzat. U menga tirikligi kerak. Xo'p. Jin ursin. Alo, Sherigingiz qani? men bilan gaplashaver. Telefonni oynadan tashlab yuboring. Tushunmadim. O'zingizning telefoningizda aytyapman.
Manzil jo'natdim. O'sha yerga tez yetib keling. Bo'ling, mashinani haydang. Yetib keldim. Xo'sh, endi nima? Mashinadan tushib yuring. Qayerga yurishingizni o'zim aytaman. Shu yerda gaplashsak bo'lmaydimi? Aytganini qiling. Aytib qo'y, ortiqcha harakat qilsangiz, video hamma yoqqa tarqaydi. Tushundim. Telefonni o'chirmang. Xo'p. Qayerga yuray? Shu yerdan kirasiz. Qayerga yuray? To'xtamay yuravering. Shu yergami? Sen bola ko'p kino ko'rganga o'xshaysan. Ha, ko'p kino ko'rganman. Lekin o'sha kuni ko'rganim kinolar ichida eng zo'ri bo'ladi. Qancha yuraman yana? Daraxtning oldidagi chiqindi qutisini ko'ryapsizmi? Ha, O'sha yerga pulni tashlang. videochi? Yuraversangiz videoni qayerdaligini aytaman. Sen nimaga aralashib qolganingni bilmaysan. Hozir hammasi tugaydi. Yana ozgina yursangiz chiqindi qutisi chiqadi. O'shani ustida telefon bor. Video o'sha telefonda. Ey, menga qara. Agar video bo'lmasa nima bo'lishini bilasan-a? Alo. Qo'limga tushsang o'ldiraman seni ham. Ko'zingga qaramaysanmi? Qayerga, shu yoqqami? Ana yo'q yuramiz. Nima bo'ldi, shef? Video yo'q. Qo'limga tushsa o'ldiraman. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Alo. Bu menman. Bu men qaramaras. Kechirasiz. Sizni soxta pullar olib kelishingizni taxmin qilgandim. Taxminim to'g'ri chiqdi. To'g'ri, rost aytdingiz. Men juda ham ko'p kino ko'rganman. Umid qilamanki, keyingi safar pullar haqiqiy bo'ladi. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Alo, alo. Pulni qayerga tashlagandingiz? Bolalar o'yingohiga. Men ularni ko'rdim. Qayerda? Xuddi o'sha joyda. Yur tez. Ana ular. G'ulom, Ha? mashinaga.
Hop. Ko'ryapsanmi ularni? Yo'q, shef. Yaxshilab qara. Qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Qo'limga tushsa, o'ldiraman ularni. Ana ular haydang. Ana o'shalar. Jin ursin. Ey! Sekin. Haydang, yetib olamiz. Yo'q, unga yeta olmaymiz. Ketdik unisini orqasidan. Botir senmisan? Ha, menman. Ovozingni chiqarma. G'ingni sen so'yaman. Xo'sh, yigitcha, qalaysan? Bugun zo'r tomosha ko'rsatdilaring. Yaxshi. Ko'proq dalillar yig'ishga harakat qilyapman. Yaxshi, izlanishda davom eting. Qani marhamat. Sigaret qoldig'idagi barmoq izlarining egasi topildi. Mana, qarab Beringchi. ko'ring. Juda yaxshi. Qani ketdik. Aniq va lo'nda gapiraman. Qani video? Senga hech narsa aytmayman. Yaxshi. Agar sen aytmasang, sheriging aytadi. U qayerda? Ovora bo'lma. U qayerdaligini aytmayman. Sodiqman degan.
Shef, menimcha bu yerda hech nima yo'q. Faqat mana bu xat hujjatlar bor ekan. To'raqulov Botir. Bu yerdagi manzil bu emas. Tushunarli. Nima qilamiz, shef? Botir uyiga boramiz. Tushunarli. Men qara. Yo videoni berasan. Yoki ana videodagi odamga o'xshab seni ham joningni olaman. Toshingni ter. Nima qiling deding? Ha? Toshingni ter. Ketdik. Tinchlikmi singlim? Ha, tinchlik. Sizga bir ikkita savollarimiz bor. O'g'lingiz masalasi bo'yicha. O'g'lim biror narsa qilibdimi? Hozircha yo'q. O'g'lingiz hozir qayerda? Yo'q, bilmayman. U qayerdadir ishlaydimi? Yoki o'qiydimi? Yo'q. Hech qayerda ishlamaydi, o'qimaydi ham. O'qishi ham birinchi kurslikda tashlab ketgan. Unda nima ish qiladi? Bilmayman. Oxirgi paytlar juda ham o'zgarib ketgan. Qayerda yuribsan desam, jahl qilib aytmaydi. O'g'lingizni biror bir begonadan bilan ko'rganmisiz? Yoki o'g'lingizni kimdir so'rab kelganmi? Yo'q, so'rab kelmagan. O'g'lingiz giyohvand modda iste'mol qilganmi? Yo'q, xudo saqlasin. Lekin sigaret chekadi. Uni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldim, lekin foydasi bo'lmadi. Uni telefon raqami bormi? Bor, lekin kechadan beri ishlamayapti. O'g'lingizni otasi qayerda? Xo'jayinim jangda jon bergan. Urushda qatnashganmi? Yo'q. U ringda jon bergan. Bunga 2 yil bo'ldi. Qaysi uy? Menimcha mana bu uy. Aniqmi? Ha, aniq. Mana manzili yozilgan. Tushunmadim. Tergovchi bu yerda nima qilyapti? Tergovchiligini qayerdan bildingiz, shef? Tanimadingmi? O, ana ilonni Halim G'ilayli shu qamatgan edi. Ha, esladim. Jin ursin. Agar Botir sotgan bo'lsa tomonmiz.
nima qilay, shef? Shoshma. Hozir orqasidan borsak, o'zimiz ushlab beramiz. Menimcha bu yerda boshqa gap bor. Siz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi, rahmat. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Haligi men sizlardan xabar olmoqchi edim. Bular nima? Bu men o'sha ishdan keyin vijdonim qiynalyapti. Oradan 2 yil o'tibdiki, halovatim yo'q. Kechalari iris tushimga kirib chiqyapti. Har doim ularni qabriga borib ziyorat qilaman. 2 yildan beri eshigingiz oldiga kelib kirmay ketyapman. To'g'ri, men katta gunoh ish qildim. Agar qancha kechirim so'rash kerak bo'lsa, mana men so'rayman. Iltimos, boshqa gapirmang. Bo'lar ish bo'ldi. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Mana bu narsalaringizni ham olib keting. Bular menga kerak emas. To'g'risi, bularni chin dildan olib keldim. Agar yana qanaqadir yordam kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Iltimos, faqat oling. Yo'q, kerak emas. Mayli. Birorta muhtoj odamga berib yuborarsizlar. To'xtang. Agar rostdan ham menga yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, o'g'limni menga qaytarib bering. O'g'limni o'rtog'i bor. Uyimizga 1-2 marta kelgandi. Sizga bir manzil beraman. O'sha yerga borib ko'ring. Botir? Botir? Shu yerdamisan? Botir? Qimirlamang. Qo'lingizni ko'taring. O'giriling. Assalomu alaykum. Kimsiz? Nima qilyapsiz bu yerda? Men haligi Gapiring. iltimos, qurolingizni tushirib qo'ying. Gapira olmayman. Kechirasiz, men majburman. Men kapitan Jo'rayeva Go'zal jinoyat qidiruv bo'limidanman. Ha, men buni payqadim. Men Botirni qidirib yuribman. Botir bu yerda turmaydi-ku. To'g'ri, turmaydi. Uni do'st shu yerda turadi deb eshitdim. Taniysizmi uni? Tanimayman. Botirni onasi top bering deganiga kelgandim. Ha, ularni yaxshi taniyman. Tinchlikmi, kapitan? Nima bo'lyapti? Botirni bizdan boshqa odam ham qidirib yurgan ekan. Axir bu Jamshid aka-ku. Aka, men sizning janglaringizni ko'rganman. O'zi ham zo'r urishdingiz. Nega oxirgi paytda ko'rinmay qoldingiz? Tinchlikmi? Boks tashladim. Yo'q, lekin zo'r urishdingiz-da. Rahmat. Murodov, nimani aniqladingiz? Bu uyda Valiyev ozod yashar ekan. Qayerda u? Qo'shnilarning aytishicha, uni kasalxonaga olib ketishibdi. Kimdir uni pichoqlab ketganmish. Davron shu ish bilan shug'ullanayotgan ekan. Yaxshi. Unda hozir kasalxonaga boramiz. Siz uyingizga boravering. Botirni o'zimiz qidiramiz. Xo'p.
Mana o'rtoq kapitan, buyurtmangiz. Rahmat. Aytganingizdek shakarsiz qilib olib keldim. Rahmat. Bemorimizning ahvoli qanday ekan? Komada. Pichoq tig'i o't pufagini yorib yuborgan. Bosh miyasi jarohatlangan. Juda ko'p qon yo'qotgan. Xullas bir talay tashvish. Qachon o'ziga keladi, Xudo biladi. Undan ham yomoni, unda jigar kasalligi bor ekan. Yo'q, Ha. Ha, siz kelishingizdan oldin Davronov bilan gaplashdim. Jinoyat joyidan faqat Botirga tegishli barmoq izlari topilibdi. Keyin bilasizmi, uydan nima topilibdi? Xo'sh, Aytsam ishonmaysiz. Sadirning hujjatlarini topishibdi. Sadirning hujjatlari? Uni hujjati u yoqda nima qilyapti? Aqlli savol. Endi hamma tafsilotlarni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Biz Sadirning uyidan sigaret qoldiqlarini topganmiz. Botirga tegishli sigaret qoldiqlarini topdik. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Ozodning uyidan Sadirning hujjatlarini topdik. Bundan kelib chiqadiki, Ozod, Botir va Sadir bir-biriga bog'liq. Ha. Endi versiyalarga o'tamiz. Bu uchalasi bir-biri bilan aloqador bo'lgan. Siz menga Sadirni 2 yil avval qamoqdan chiqqanini aytdingiz. Botirning onasi o'g'lini 2 yildan beri o'zgarib qolganini aytdi. Ha, to'g'ri. Tushunarli. Botir qamoqdan chiqadi, Sadir va Ozodni o'ziga sherik qilib oladi. Uchalasi qandaydir noqonuniy ishlar qilib yuradi. Oradan vaqt o'tishi bilan Sadir bilan Ozodni orasida gap qochadi. Sadir Ozodni pichoqlab qochganda Botir do'stini qasdini olish uchun o'sha joyga borib uni o'ldiradi. Keyin qochib ketadi. Mantiqan to'g'ri. Lekin Ozodni pichoqlangani Sadirni o'limidan keyin ochiq bo'lyapti. Bu yerga vaqt nuqtai nazaridan bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Menimcha Botir bilan bu ikkisini muammosi bir. Botir Sadirni o'ldiradi. Keyin kelib Ozodni pichoqlaydi. Jinoyatni yashirish maqsadida Sadirning hujjatlarini Ozodning uyiga tashlab o'tadi. Mantiqan to'g'ri. Botir Sadirning uyidan nimadir qidirgan bo'lishi kerak. Xo'p, o'sha nima? Nimaiki bo'lmasin, har ikkala holatda ham Botir aybdor bo'lib chiqyapti. Uni qochib yurgani ham bunga sabab bo'ladi. Ha. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Ertaga jinoyat joyida ko'rishamiz. Xo'p, Hozir borib damiz olishingiz mumkin. shunaqa qilaylik, rosa charchadim. Ha, aytgancha. Jamshid haqida menga to'liq ma'lumot olib keling. Bajaramiz. Yaxshi. Keyin bemor haqida hech kim hech narsa bilmasligi kerak. Uni o'ldiga chiqarishimiz kerak. Sizni tushundim. Ketdik. Ketdik. Tez yur. Yuryapman-ku. Parchalama. Yur. Qatdan topding buni? O'rtog'ini uyini oldida ekan. Iflos. O'rtog'imga nima qildinglar? Nimaligini o'zing bilasan. Agar o'rtog'ingni kuni boshimga tushmasin desang, videoni olib kelasan. Yoki o'rningga onangni jo'nataman. Onamga nima qilding, Maras? Hey,
O'zingni bos. Hozircha hech narsa. Videoni olib kelasan, keyin uni qo'yib yuboraman. Video o'rtog'ingning uyida, shunaqami? Bilmayman. Buni faqat u biladi. Bunisi meni muammoim emas. Men onamni ko'rmoqchiman. Bundan xavotir olma. U xavfsiz joyda. Qara, yana xitnani yetaklab kelish xayolingga ham kelmasin. Yo'qol. Uni yaxshilab kuzat. Xo'p bo'ladi. Ha. Aytgancha, Ashraf qo'ng'iroq qilgandi. Nima deydi? Molni jo'natishibdi. Kutib olish kerak. Yaxshi. Odamlarga ayt, ehtiyot bo'lishsin. Xo'p bo'ladi. Ashraf bu safar ko'proq jo'natdim dedi. Qancha ekan? O'tgan safargidan 1,5 barobar ko'p. Bu boshqa gap. Yaxshi, ish qil. Murodov, Eshitaman. sigaret qoldiqlari aynan qayerdan topilgan edi? Mana bu yerda. Yo'l boshlang. Ketdik. Mana shu yerdan. Nimaga buncha ko'p sigaret chekkan? Onasi aytdi-ku, o'g'lim ko'p chekadigan bo'lib qolgandi deb. Lekin bu yerda sigaret qoldiqlari ko'p. Nima bo'ldi, kapitan? Biz adashdik, Murodov. Botir qotil emas. U guvoh. Guvoh? Ha, guvoh. Mana bu yerdan turib holatni kuzatgan. Sigaretlar qoldiqlariga keladigan bo'lsak, u bu yerga tez-tez kelib turgan. Lekin nega? U o'g'ri. U o'g'irlagan barcha telefonlarni mana shu yerda saqlagan. Telefonni ham yana bittasini laboratoriyaga jo'natdik. Ekspertiza natijasiga ko'ra, topilgan telefonlardagi barmoq izi Botirga tegishli bo'lib chiqdi. U qotil emas. U bu qotillikni kim qilganini biladi. Chamamda qotillar Botirni payqab qolishgan. Keyin bo'lsa uni ortidan kuzatishgan. Botir uydan boshqa qayerga boradi? Albatta do'stinikiga. Qotillar bo'lsa Ozodni so'roq qilishadi. Ozod tabiiyki do'stini sotmaydi. Ular uydan nimani qidirishgan? Dalil qidirishgan. Qanaqa dalil? Unisini bilmadim. Ketishimiz kerak.
Qayerga? Ozodnikiga. Qarang, hamma joyni qidiring, xo'p? Hech qayer qolib ketmasin. Yaxshi. Rasm, fleshka, telefon, nima bo'lsa hammasini ko'zdan kechiramiz. Xo'p bo'ladi. Kapitan, hamma joyini qaradim. Hech narsa topa olmadim. Men ham hech narsa topa olmadim. Nima gap, tinchlikmi? Jamshid haqida ma'lumot keldi. Xo'p, Men sizga aytganimdek, Jamshid boks ustasi. U Osiyo chempioni bo'lgan. U raqibini ringda urib o'ldirib qo'ygan. Uning ismi Samadov Bekzod. Samadov? Tushunmadim. Haligi Botir dadasining ham familiyasi Samadov emasmidi? Ha, shunaqa. Onasi uni jangda o'lgan degandiku. Qani? Nimaga onasi erini qotiliga o'g'lini topishni iltimos qildi? Bu juda ham g'alati. Siz Botir oyisi bilan Jamshid haqida gaplashuvmidingiz? Gaplashmoqchi bo'ldim. Aha. Uyiga 2 marta bordim, lekin uyida hech kim yo'q ekan. Bu shubhali. Qarang, qarang. Mana bu Karim Po'latovmi? Ha, xuddi o'zi. Turishlariga qaraganda juda ham yaqinga o'xshaydi. Nega aynan Karim Po'latov bilan qiziqib qoldingiz? Bilmadim. Shunchaki Karim ishi bilan bir paytlar shug'ullangandim. Eski xotiralar deng. Jamshidni toping. Xo'p bo'ladi. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zingni bos. Nima sizni o'sha Karim jo'natdimi? Kim u Karim deganing? Tanimayman. O'sha Karimga aytib qo'ying. Onamga bir nima bo'lsa, o'sha Karimni ham hammani o'ldiraman, tushundingmi? To'xta. Hoy, shoshma. To'xta. Botir, to'xta. To'xtang. Ozodni uyda nima qilayotgandingiz? Botir kelib qolsa kerak deb borgandim. Xo'p, u keldi. Nimaga uni qildingiz? Qo'llaganim yo'q, uni o'zi qochib ketdi. Nimaga sizdan qochdi? Bilmayman. Nimaga qochganini bilmadim. Yaxshi. Boksni nimaga tashagansiz? Raqibimni o'ldirib qo'yganim uchun. Tushunarli.
Raqibingiz Botir dadasimidi? Ha, Nimaga aynan Botirning onasi o'g'lini topishni sizdan iltimos qildi? buni borib o'zingizdan so'raysiz. Biz so'ramoqchi edik. Lekin nimagadir onasini topolmayapmiz. Uyda yo'q, hech kim ko'rmagan, bilmaydi. Mabodo siz bilmaysizmi? Yo'q. O'shandan beri oldiga bormadim. O'sha Karimga aytib qo'ying. Onamga bir nima bo'lsa, o'sha Karimni ham hammani o'ldiraman, tushundingmi? Boksdan ketganingizdan keyin qayerda ishladingiz? Qurilishda. Qurilishda. Aniqmi? Xohlasangiz ishlagan joylarimdan ma'lumot kerak bo'lsa, olib kelib berishim mumkin. Shart emas. O'zimiz tekshirib olamiz. Yoki u sizga biror nima dedimi? Hech narsa demadi. Menimcha u bizdan nimanidir yashiryapti. Shunaqaga o'xshayapti. Jamshid kuzatuv ostiga olinsin. Xo'p bo'ladi, kapitan. Siz vijdon azobi deganda nimani tushunasiz? Bu narsani tushunishim uchun vijdonsizlik qilib ko'rishim kerak. Agar Jamshidning vijdon haqidagi gapiga ishondingizmi demoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, ishonmadim. Hayding. O'sha Karimga aytib qo'ying. Onamga bir nima bo'lsa, o'sha Karimni ham hammani o'ldiraman, tushundingmi? U nega unaqa dedi? Tergovchi mendan Karimni so'ramadi. Jin ursin, nima bo'lyapti o'zi? Alo, Rustam, yaxshimisan? Rahmat Jamshid, o'zingmisan, og'ayni? Qo'ng'iroq ham qilmay qo'yding. Tinchlikmi? Nima ishlar qilib yuribsan? Qurilishda ishlab yuribman. Menga qara, hali keyin bemalol o'tirib gaplashamiz. Menga hozir yordaming kerak. Qanaqa yordam? Bemalol. Menga qara, Karim hozir qayerda? Uni nima qilasan? Yana jangga chiqmoqchimisan? Shunchaki, yo'q. U bilan eski hisob-kitobimiz bor. Chet elda emasmi u? Yo'q. Bolalarning aytishi bo'yicha shu yerda yurgan ekan. Menga qara, hali ham o'sha eski yerto'lasida bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'rtoq, men ham u bilan aloqani uzganimga ancha bo'ldi. Bilasan-ku, och qornim, tinch qulog'im. To'g'risi, u haqida gapirishni ham xohlamayman. Tushunaman. Menga qara, men uchun aniqlashning imkoni bormi? U qayerdaligini faqat Sadir biladi, lekin u ham yo'q. Kim u Sadir? Haligi Karimning yugurdagi. Aytishlaricha qora dori bilan shug'ullangan ekan. Afsuski uni o'ldirib ketishdi. Kim o'ldirdi? O'zing bir o'ylab ko'rchi. Alo, eshitaman. Kapitan, bemor o'ziga keldi. O'ziga keldi, gapirdimi? Hozircha yo'q. Yaxshi, uni oldiga hech kimni qo'ymang. Iltimos, hech kimni. Albatta. Aytgancha, sizga bir narsani aytib qo'yishim kerak. Boya bemorning palatasini oldida bir odam turgan. Nima? Xo'sh, keyinchi? Keyin u meni ko'rib tez-tez yurib ketdi. Uni eslab qoldingizmi? Yo'q, yuzini ko'ra olmadim. Chunki yuzida niqob bor. Ustiga oq xalat ham kiyib olgan. Tushunarli. Bo'pti, doktor, rahmat sizga. Hozir boraman. Nima gap, kapitan? Shubhalarim bekorga emas ekan. Ozodni o'ldirishmoqchi. Tezroq borishimiz kerak.
Menga unday qaramang, iltimos. Agar o'g'lingiz aytgan narsamni olib kelsa qo'yib yuboraman. Uzr. Og'zingizni ocha olmayman. Shef, Ha, opani o'g'li keldi. yo'q, Oyi. Oyi. Ey, Qo'y ey, vor. ey, to'xta. Oyimni qo'yib yubormaras. Avval sen men so'ragan narsani ber. Mana, olib keldim. Shu telefonda. Oyi, siz xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga hech narsa qilmadimi? Endi oyimni qo'yib yubor. Shoshilma. Nima gap, shef? Buni ko'r. Sen rostdan ham ko'p kino ko'rganga o'xshayotgansan. Qoyil. Faqat men ahmoq emasman. Sun'iy intellekt nimaligini juda yaxshi bilaman. Kapitan qimirlamayapti-yu. Shoshilmang. Doktor aytdi-ku, dorini ta'sirida deb. Ichim siqilib ketyapti. Voy, tur. Ko'zingni och. Nima qilyapsiz? O'zingizga birov shunaqa qilsa yoqadimi? Uyg'onishiga yordam beryapman. Yo'q-e. Iltimos, bo'ldi qiling. Ana o'ziga keldi. Osot o'zingizga keldingizmi? Agar hozir meni eshitayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yuming. Yaxshi. Hozir men sizga bitta ikkita savol beraman. Javob berasizmi? Konditsioner ustida. Tushunmadim. Konditsioner ustida. Rahmat sizga. Ketdik, Murodov. Oyjon, meni kechiring. Men oqibatini o'ylamasdan ish qilib qo'ydim. Iltimos kechiring. Agar bu yerdan qutulib chiqib ketsak, sizni boshimda ko'tarib yuraman. Har doim aytganingizni qilaman. O'tiribsizlarmi ona bolalar? Xo'sh. Nima qilamiz endi Botirboy? Aka, iltimos bizni qo'yib yuboring. O'lay agar qasam ichib aytaman. Hech kimga hech narsa demayman. Xo'p. Videoni nima qilamiz? Videoni ochig'i topolmadim. Uni sherigim qayergadir berkitib qo'ygan. Buni aniq bilaman. Agar o'ziga kelsa, uni ham topib yo'q qilamiz. Rost aytyapman. So'z beraman, aka. Sen uni o'ldi deganding-ku. Bilmadim, menga ham uni o'ldi deb yorishgandi. Borib qarachi. Xo'p. Qo'y yubor uni. O'zing qurolingni tashla. Qo'y yubor dedim. Qurolingni tashla. Yaxshilab qarang. Stul olib chiqib qarang, konditsioneri tepasida dedi.
Bormi? Qarayapman. Topdim. Topdingizmi? Qani bering ko'raychi. Quvvati bormikan? Yana bir marta imkon bering. O'char ovozingni it. Seni deb qancha mol yo'qotganimni bilasanmi? Ha, bilaman. To'g'rilayman hammasini. Iltimos, qo'y boring. Kechiring, shef. Hammasini to'g'rilayman. Qanaqa qilib to'g'rilaysan? Shuncha dorini qayerdan topib bermoqchisan? Tushunmadim. Jamshiddan xabar keldi menga. Lokatsiya tashladim. Karim shu yerda. Ketdik. Tashla qurolingni. Raqibini o'ldirgan jangchi endi uni oilasini qutqarmoqchimi? Sen buni baribir tushunmaysan. Vijdoning qiynalyaptimi? O'chir ovozingni. O'shanda sen Bekzodni yutqizishini bilib ataylab menga qarshi qo'ygansan. Ha. U bizni qora biznesimizni bilib qolgandi. Buning uchun senga katta pul berganman. O'chir ovozingni. Olmaganman hech qanaqa pul. Hech kim joyidan qimirlamasin. Po'latov Karim, siz odam o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindingiz. Qo'limda jinoyatingizni isbotlovchi dalil bor. Qurolingni tushir. Tushir qurolingni. Og'ayni qalaysan? Yaxshi. Bitta shu telefonni qayerdaligini aytganingda shuncha g'alva bo'lmasdi. Aytishga ulgurmadim. Mayli, qaytaga yaxshi bo'ldi. Endi seni davolatishadi. Rostdanmi? Rostdan. Hozir doktor bilan gaplashdik. Senga eng zo'r doktorlar qarashadi. Bo'ldimi? Gaplashib bo'ldinglarmi? Ketdik. O'g'limni qayerga olib ketyapsiz? Sudga. O'g'limni qamaysizlarmi? Yo'q, xavotirlanmang, qamamaymiz. O'g'lingiz tufayli katta bitta narkobaronni qo'lga oldik. O'g'lingiz unga qarshi ko'rsatma berishlari kerak. Unda mayli. Oyi, xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jamshid aka, rahmat sizga. Arzimaydi. Ketdik. Lekin telefonlarni egasiga qaytarasiz. Xo'p. Men ham sizni kechirdim. Rahmat opa.